كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. Yahudilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, aks urishib, alhamdulillah deyishardi-da. Rasulullohni ularga yarhamukumulloh, Alloh sizlarni rahmat qilsin deyishini umid qilishar edi. Chunki Rasulullohning so'zi birodarlar duo, ijobat u. Rasululloh aytadilar: "Fayaqul yahdikumullohu va yuslih balakum." Alloh sizlarni hidoyat qilsin, aqllaringizni isloh qilsin. Qarang, bilishadi Rasulullohni haqiqiy payg'ambar ekanligini. Bilishadi Rasulullohning duosi ijobat bo'lishligini, ammo iymon keltirishmaydi. Alloh azza va jalla aksa urganda yaxshi ko'radi. Esnaganni yomon ko'radi. Chunki esnashlik birodarlar yalqovlikdi, malollanishlikdi belgisi. Endi aksa urish esa insonni nima qiladi? Odamni tetik qilib qo'yadi. Innalloha yuhibbul uttas va yakrahu at-tasa'ub. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriydan bu hadis. Albatta Alloh taolo aksa urganni yaxshi ko'radi va esnaganni yomon ko'radi. Bas musulmon aksa ursa, Allohga hamd aytadi. Uni eshitgan har bir musulmon uchun unga yarhamukalloh deyishlik haq bo'ladi.